Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecha bomdodga yaqin g'alati tush ko'ribman. Tushunmadim, o'zim ham tushimda men o'libman. Oldimda uzoq bir yo'l, uzoq yurdim yo'limdan. Keyin ikki farishta tortib ketdi qo'limdan. Ming bir mashaqqat bilan manzilga yetib bordim. Ne ko'z bilan ko'rayki, jannat oldida edim. Eshik ortida jannat, biroq eshik qulf edi. Kelib jannat soqchisi, kaliting bormi edi? Qanday kalit so'radim, namozing bormi dedi. Bunday o'ylab qaradim, namoz menda yo'q edi. Dahshat ichida qoldim, axir benamoz bordim. Benamoz o'tdi umrim, jannatdan quruq qoldim. So'ng azon ovozdan birdan cho'chib uyg'ondim. O'zimga kelolmasdan anchagacha to'lg'ondim. So'ng tushim ta'birin chuqur tushunib yetdim. Asta turib o'rnimdan kalitni izlab ketdim.